Barchangizga assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu gal ham sizlarga qiziqarli videorolik tayyorlashga harakat qildim. Hozirgi kunga kelib dunyoda go'sht yetishtirish uchun turli xildagi mollar boqilmoqda. Videomiz shu mollardan biri bo'lgan Hereford qoramol turi haqida. Videomiz davomida bu turga mansub bo'lgan ma'lumotlarni bilib borasiz. Demak, videomizni boshladik. Herefordning kelib chiqishi. Hereford mol turining kelib chiqishi Angliyaning Herefordshire grafligiga borib taqaladi. Bu turdagi sigirlarning birinchi bolalashi 36-oyga kelib yuz beradi. Buzoqlar nisbatan kichik tug'iladi. Yangi tug'ilgan g'unajinning vazni 26-33 kg, buqachaning vazni 30-35 kg atrofida bo'ladi. Sigirlarning tug'ishi yengil kechadi. Kam hollarda veterinar yordami kerak bo'ladi. Hereford sigirlarda ona instinkti yaxshi rivojlangan bo'lib, begona buzoqlarni yaqinlashtirmaydi. 6 oylik bo'lganda yosh buzoqlarni emizishdan olganda 180-250 kg gacha vazn oladi. 8 oylik bo'lganda 230-260 kg gacha, 15 oylik bo'lganda vazni 330-360 kg gacha, buqachalarniki 430 kg gacha yetadi. 1,5 yosh bo'lganda g'unajinlar 430-460 kg gacha, buqachalar taxminan 500 kg gacha bo'ladi. Buqalar 2 yoshligida 8 kg dan ortiq vazn oladilar. G'unajinlar 650 kg atrofida bo'ladi. Hereford buqalari yaylovda boqilganda kuniga o'rtacha 1 kg vazn oladi. Hereford nomoslarining bo'yi 150 cm, sigirlarniki 140 cm atrofida bo'ladi. Katta yoshli sigirlarning tirik vazni 500-600 kg ga yetadi. Buqalarniki 1 tonna 200 kg gacha yetadi. Bir sutkalik o'rtacha vazn olishi 1000-1200 gramni tashkil qiladi. So'yilganda tirik vaznining 60-70% miqdorida go'sht beradi. Sigirlarning sut berish mahsuldorligi pastroq. 305 kun laktatsiya davrida 1200-1500 kg sut beradi. Hereford sigirlari odatda sog'ilmaydi. Sigir sutini buzoqlar emadi. Hereford qoramol turining kasalliklari. Bu turdagi mollar ko'z saratoniga moyil bo'ladi, ya'ni mollar iqlim tanlaydi. Shuningdek, vaginal prolapsus Hereford qoramolida nasldan naslga o'tadigan kasallik hisoblanadi. Bu galgi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini va albatta podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.